qurilish resurslari milliy klassifikatorini 2026-yilda ishlab chiqib, ishga tushirish rejalashtirganmiz. Natijada qurilish sohasida qo'llaniladigan barcha materiallar, texnika vositalari, ish kuchi va xizmat turlarini yagona tizim asosida tasniflashga xizmat qiladigan axborot tizimi yaratiladi. Va bu tizim shunisi bilan ahamiyatliki, qurilish mahsulotlarini bozor narxi onlayn shakllanadi. Ya'ni loyiha hujjatlarida, smeta hujjatlarida ishlatiladigan qurilish materiallari narxi endi elektron katalog deymiz. Elektron katalog onlayn shakllanadi. Smeta jarayonlarini to'liq raqamlashtirish orqali biz loyihani smeta qismini tizimlarimizga o'qitishga va uni sun'iy intellekt yordamida baholashga erishishimiz mumkin. Bundan tashqari, Nukus va Qarshi shaharlarida eksperiment tariqasida yangi quriladigan va rekonstruksiya qilinadigan obyektlarga shaharsozlik talablarini inson omilisiz avtomatik tarzda berish mexanizmini joriy etishni rejalashtirganmiz. Bu orqali hozirda mavjud bo'lgan rekonstruksiya uchun ruxsatnoma, APZ va kengash 3 ta hujjat bitta hujjatga birlashtiriladi va inson omilisiz beriladi. Hozir bu eksperiment o'tkazish bo'yicha normativ hujjat tayyorlayapmiz. Elektron tizim tayyorlab, testdan o'tkazganmiz. Davlat byudjeti va byudjetga tenglashtirilgan mablag'lar hisobidan quriladigan binolarni foydalanishga qabul qilish dalolatnomasi endi raqamli ko'rinishda rasmiylashtiriladi. Bu kungacha mana shu faoliyat qog'ozda amalga oshirib kelingan edi. Va 2026-yilda yana shuni rejalashtirganmizki, fasadni kelishish xizmati davlat xizmatidan bitta turi bu ham fasadni kelishish xizmati to'liq sun'iy intellekt tomonidan ko'rib chiqilib, natijasi avtomatik tarzda arizachiga beriladi. Bundan tashqari barcha jarayonlarda umuman qurilish va kommunal sohadagi barcha davlat xizmatlarida mutaxassislarimiz tomonidan beriladigan xulosalar, ekspert xulosalar, ruxsatnomalarda sun'iy intellektni qo'llagan holda ular tomonidan beriladigan xulosalarni tahlil qilib borish, monitoring qilib borish va har xil risklarni baholash mexanizmlarini joriy qilishni rejalashtirganmiz.